Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Aytingchi, siz musulmonmisiz? Agar musulmon bo'lsangiz, yolg'on guvohlik bermang. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yolg'onchi mening ummatim emas deganlar. Har bir musulmon Xudo bor deb ishonadi. Biror narsani tasdiqlab guvohlik berishlik uchun inson shu narsani ko'rgan bo'lishi kerak. Ko'rmagan odam ko'rdim deb guvohlik bersa, yolg'on bo'ladi. Osmonda oy bilan kun bor deb guvohlik berishlik uchun oy bilan kunni ko'rish kerak bo'ladi. Ko'rmagan odam guvohlik bersa, uning guvohligi yolg'on bo'ladi. Tug'ma-ko'r birovdan eshitib iqror bo'lishi mumkin. Falonchidan eshitdim, osmonda oy bilan kun bor desa, durust bo'ladi. Lekin haqiqatan bor deb tasdiqlab bera olmaydi. Tug'ma-ko'r odam osmonda oy bilan kun bor deb tasdiqlasa, u g'irt yolg'onchi, kazzob bo'ladi. Unga ishongan odam ahmoq bo'ladi. Endi sizga savol. Siz Xudoni ko'rganmisiz? Zamonamizning har qanday mullasidan so'rab ko'ring. Xudoni ko'rganmi? Hatto islom dinining mana men degan allomasidan so'rab ko'ring. Bu dunyoda hech kim Xudoni ko'ra olmaydi deb javob beradi. Unda nega Xudo bor deb guvohlik berishadi? Mullalar ham siz bilan bizga o'xshagan odam. Osmondan tushmagan. Dunyoga tug'ilib kelgan. U dunyoga ham o'tib kelmagan. Xudoni borib ko'rmagan. Lekin mulla ham Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom uning quli va elchisidir deb guvohlik beradi. Ko'rmasdan guvohlik bergani uchun mulla g'irt yolg'onchi, kazzob bo'lib chiqadi. Ko'rmagan narsasini bor deb tasdiqlab guvohlik bergan bo'ladi. Yana zamonaviy mullalarning u shirk, bu shirk, uni qilsang shirk, buni qilsang shirk deb boshqalarni mushrik qilgani ortiqcha. Aslida hozirgi zamonaviy mullalarning savodsiz musulmondan farqi yo'q. Yolg'on guvohlik berishadi. Shirk, mushrik deb talashishdan boshqa tashvishi yo'q. Xudoni izlab topmagan. Shuning uchun mullalar ham oddiy musulmonlarga o'xshab Xudoni ko'zi bilan ko'rmagan. Balki yetti uxlab tushida ham ko'rmagandir. Shundan hozirgi zamon mullalarining birortasiga ishonib bo'lmaydi. Imom Buxoriy hayvonni aldagan musulmondan hadis olmagan. Musulmon odam ko'rmagan narsasini ko'rdim deb guvohlik bermaydi. Alloh ilm fandagi Schrödinger mushugi emas. Qutichaning ichida ham emas. Aslida Schrödinger qutichasining ichidagi mushuk inson. Bir bor bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Ammo Alloh bor, qadim va abadiy, hech qachon yo'q bo'lib qolmagan. Elchisi Nuri Muhammadiy, qolgani yo'qlik. Bu kun bilan oydek aniq ravshan narsa. Alloh bilan Nuri Muhammadiyni ko'rmay turib guvohlik berish yolg'on bo'lib qoladi. Tug'ma-ko'r odam osmonda oy bilan kun bor deb boshqalarga guvohlik bera olmaydi. Albatta bu yolg'on guvohlik. Buning o'rniga alhamdulillah musulmonman, Alloh bor ekan, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam uning elchisi ekan, dinimiz islom ekan, kitobimiz Qur'on ekan, buni ota-onamdan yoki falonchi ustozimdan deb iqror bo'lsa, bu durust bo'ladi. Buni tasdiqlash uchun esa har qanday inson Alloh bilan Nur Muhammadiyni o'z ko'zi bilan ko'rishi kerak bo'ladi. Bo'lmasa, ko'rmagan narsasini ko'rdim deb guvohlik bergani uchun yolg'onchi, kazzob bo'lib chiqadi. Shuning uchun payg'ambarimiz yolg'onchi mening ummatim emas dedilar. Shundan bizning hazrat pirlarimiz Xudoni ko'rdingmi deb so'raydilar. Yo'q desak, Xudoni ko'rmagan ko'zing o'yilsin deb urishadilar. Shariat hukmi ham shu. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, Muhammad alayhissalom uning quli va elchisi ekanligiga til bilan iqror bo'lib, qalb bilan tasdiqlashlik iymonning asosiy shartlaridan biridir. Tasdiqlash guvohlik bilan, guvohlik esa ko'rishlik bilan bo'ladi. Shundagina iymon mukammal bo'ladi. Mabodo siz ham Alloh bilan Nur Muhammadiyni ko'rib guvoh bo'laman deb xohlasangiz, izohlarda men Allohni sevaman deb yozib qoldiring. Allohning oshiqlari uchun maxsus suhbatlar qilishga harakat qilamiz. Javoblaringizni kutib qolamiz.